Havuz Fasat obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Bize bir yana Xankada, to'yxonada bize yaptı. Ustalarımız dekor elementlerini kıstırıcı jarayonida. Vaqti ustamız, Glavniy usta. Vaqti bilan biz 3 yil bo'ldi ishlayapmiz. Samarqand ustamız bilan travertinni, shlifovka, charxlash uslubida ishlaydi bular. Biraz xudo xolasa marmarin uriladi bu yeri. Vaqti shunaqami? Marmarin uriladi, kartemyora marmarin uriladi. Vaqti narxlarni aytib ber, yurtdoshlarimiz uchun polniy travertinni mahsuloti hammasi ichida pod ключ ishlab berishingni. 8 dolardan 12 dolargacha. 8 dolardan 12 dolargacha bir kvadratdan sizlar pulni to'laysizlar, bo'ldi. Qolgan narsasi bilan ishi yo'q. To'g'rimi yurtdoshlarimiz? Shu narsa 12 dollarda yopishtirishlari. Ha, shu 12 dollarning ichida shularni karnizlarni hammasini yopishtirishi, boshqasi ichida yetadi. Xullas, travertinni urib berishi material satirlar bilan 8 dollardan 12 dollardan. Vaqtini nomerini xohlasanızlar o'zimga chiqsanızlar o'zimni olasizlar, chunki baribir bizlar birgalikda ishimiz, mahsulotlarni o'zimiz beramiz, dizaynlarni o'zimiz chiqarib beramiz. Vaqti bilan yana 3 yil bo'ldi hamkorlik ishimiz, ishlarimizda gap yo'q. Vaqti zo'r ishidi, chotki. Har bir narsalarni yopishtirishlarda, boshqada idealniy lineyka bilan chizganning tap-tap yuzab ko'rinadi. Endi aynani yana aytib o'taman. Aynani erkadi bizada, erka sifatini o'zgartirib 4 musha chiqardik. Xudo xolasa yana buni doполнительный yana qismlari bor. Qismlarni qo'ygandan keyin bir qator yana video syomka etib beraman. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar. Xizmatlar bo'lsa murojaat etaverasizlar.